Keyingi mobil kompleksimizga o'tsak, Ekim Patrul G2 mobil kompleksi, mobil qurilmasi. Xabaringiz bor, barchangizni 9tadan ortiq qoidabuzarliklarni aniqlash uchun qo'llaniladi. 360 gradus radiusda qoidabuzarliklarni aniqlaydi. Hozirgi kunda respublikamizning barcha hududlarida mana shunday mobil qurilmalardan foydalanib qoidabuzarliklarni aniqlanmoqda va shu orqali ya'ni yo'l harakati xavfsizligi ta'minlanmoqda. O'ziga xosligi, demak, buni kameralari xuddi shunday 360 gradusda radiusda qoidabuzarliklarni aniqlaydi. Aynan qoidabuzarliklarni aytib o'taman: to'xtash va to'xtab turish, svetoforning taqlovchi chirog'iga bo'ysunmaslik va svetofordagi boshqa qoidabuzarliklar, qidiruvdagi transport vositasini aniqlash uchun foydalanadi va asosan tezlikni aniqlash uchun foydalanadi. Qancha masofa uzoqlikda aniqlaydi, bu bo'yicha hozir sizlarga to'liq ma'lumot beramiz. Bu ko'rib turganingiz Malibu rusumli patrul avtomobili texnik vositalari bilan, zarur texnik vositalari bilan jihozlangan va bu ko'rib turganingiz qidiruvdagi transport vositalarini zudlik bilan to'xtatishda foydalanadi. Ya'ni yo'sh, mana birdaniga sochib ko'rsating. Ya'ni to'sib ushlash tadbiri davomida, ya'ni navbatchilik qismidan to'sib ushlash tadbiri davomida qidiruvda bo'lgan transport vositalarini va jinoyat sodir etganda transport vositalarini to'g'ridan to'g'ri to'xtatish va harakatiga chek qo'yish maqsadida foydalanadi. И грузовой, и легковой, любой, да? Ha, xuddi shunday. Barcha transport vositalarini harakatini cheklash maqsadida foydalanadi. Qidiruvdagi transport vositalari, shuningdek, jinoyatchilar harakatlanayotgan transport vositalarini to'sib ushlash tadbiri davomida foydalanamiz. Bu qo'yilgandan keyin xavfsizlik choralari ham ta'minlanadi. O'sha joydagi transport vositalaridan, ya'ni harakati cheklanadi va bu o'rnatilgandan keyin zaruriy chora-tadbirlar, ya'ni xavfsizlikni ta'minlash masalasi ham qo'yiladi. O'sha transport vositasini dalnish kelgusi harakati yanada ko'proq xavf tug'dirsa, nezili uni mana shunaqa to'xtatib qolishdan ko'ra, shunda bu narsa choralashga majbur bo'ladi. Oxirgi chora sifatida foydalanadi. Buni qo'llaganinglardan keyin aniq to'xtaydimi yoki o'tib ketib To'xtaydi. 95% transport vositasi agar alohida shina bilan jihozlanmagan bo'lsa, u mashinasidan To'xtaydi. Qo'llangan holatlar bor. Bizda qo'llanilgani bu yaqin kunlarda bo'lmadi, lekin hozir haydovchilarimiz yaxshi unaqa jinoyat nima qilib turganlari yo'q, lekin har holatga tayyor. Faqat ruchnoy ishlatiladi, masalan, avtomatik ravishda mashinalar ishlatiladi. Buni ko'rsatib bera olasizmi? Qani tashlab ko'rgan? Toshib ko'rdi hozir. Shu birinchi tibbiy yordam ko'rsatishni o'qitom. Hozir mana xolislar ixtiyoriy kimdir jilayishida bo'lsa marhamat. Bor jilayishchi. Yo'q, yotishga emas. Yordam ko'rsatishga bor. Yordam birinchi tibbiy yordam. Shunaqa o'qitiladiki o'tda. Endi cho'l zona mashinasida bo'lsa bor yoki bir nechta odam jabrlangan bo'lishi mumkin. Mana shu narsalar ham oddiy taxtalardan yasalgan. O'zimiz qilingan narsalar. Oddiy asabki narsa qilingan, lekin effekt beradigan narsa o'zi tartibdan shunaqa bo'lishi kerakki, подручный средство deydi-ku. Qo'l ostidagi imkoniyat bo'lgan narsalardan yasash, xuddi mana bitta bint bilan o'sha jarohatlangan odamni yordamni ko'rsatish. Savol bor edi. Sun'iy nafas bilan sun'iy yurakni massaj qilish ko'nikmalarini o'rgatasizlar? Albatta, uni ham ko'rsatib Yo'q, men so'rayman. Qancha masofadan aniqlaydi? o'zini jihozlari ham bor, alohida mamlakatda bo'lishi kerak. Respublikamiz bo'yicha bo'ylab barcha yo'l patrul xizmati inspektorlari mana shunday bilim va ko'nikmalarga ega. Shu sababli ham sizlarga namoyish qilyapmiz. Biz alohida dars beradigan, alohida Ichki ishlar vazirligi tibbiyot bo'limi bor. Shu tibbiyot bo'limi bilan hamkorlikda har haftada yo'l patrul xizmati inspektorlari uchun mana shunday o'quv mashg'ulotlari tashkil etilgan. Bu fuqarolarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish va o'sha yo'l transport hodisasidan jabrlangan barcha shaxslarga, ya'ni tezkor tibbiy yordam kelguncha birinchi tibbiy yordam ko'rsatib hayotini saqlab qolishdan iborat. Ko'rib turganingizdek, Equinox hamda Malibu rusumli ya'ni maxsus avtomobillarimiz bular oliy martabali mehmonlarni kuzatuvga, shuningdek kunlik xizmatni amalga oshirishda asosan bizda oliy martabali mehmonlarni kuzatuv uchun foydalaniladi. Barcha texnik vositalar bilan jihozlangan. E'tiboringizni ushbu avtomobilimizdagi maxsus avtomobildagi jihozlarga qaratmoqchiman.
Bu ko'rib turganingiz lenta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyni chegaralash, ya'ni cheklash maqsadida ishlatiladi. Bu fishkalarimiz. E'tiborlisi, oxirgi paytda so'nggi qurilmalar, ya'ni jahon tajribasini o'rgangan holda fishkani ustiga mana bunday tunda yoritish qurilmalaridan, ya'ni bu quyoshdan energiya, ya'ni zaryad oladi va tunda yo'l transport hodisalari sodir etgan hududni yoritishda foydalanamiz. Xuddi shuningdek, yo'l transport hodisasiga uchragan transport vositalariga mana bunday magnitli, bu ham yoritish moslamalaridan foydalanib, ya'ni yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan, ya'ni uchragan yo'l transport hodisasiga uchragan avtomobilni, ya'ni aniqlashda, ya'ni boshqa transport vositalaridan ogohlantirish maqsadida foydalanamiz. Xuddi shuningdek, mana bunday fonarlar yoritish moslamasi, mana shunday fonarlar ham mavjud. Bu ham fishkalarda foydalanadi. Eng asosiy jihati quyoshdan energiya oladi. Yana xuddi shuningdek, yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda mana bunday magnitli yerga joylash, yo'lni cheklash maqsadida mana bunday yoritish qurilmalaridan ham foydalanamiz. Hammasidan asosiy maqsad ichidagi yo'lovchilarni ham ogohlikka chaqirish. ishtirokchilarning ham xavfsizligini joyida ta'minlash. Joyidan ta'minlash. Xuddi shunday, rahmat. Ushbu ko'rib turganingiz maxsus dron bo'lib, bu ko'pincha ijtimoiy tarmoqlarda chiqib ketdi. Qoidabuzarlikni aniqlash uchun yangi dron chiqibdi degan shunday xabarlar ham tarqaldi. Bunga izoh berib o'tmoqchiman. Bu dron maxsus dron bo'lib, ya'ni tirbandliklarni bartaraf etishda va sababini aniqlashda, shuningdek yo'l transport hodisalarini rasmiylashtirishda foydalanamiz. Ya'ni qanday bo'ladi? Tirbandlikni aniqlash uchun bu dronda kameralar joylashgan va bu to'g'ridan to'g'ri navbatchilik qismiga integratsiya qilingan, ya'ni tirbandlik sodir bo'lgan chorrahada to'g'ridan to'g'ri operatorlar yordamida navbatchilik qismida o'sha hududdagi yo'l patrul xizmati inspektorining planshetiga xavfsiz xabar yetib boradi. Ya'ni shu chorrahada tirbandlik vujudga keldi deb. Va asosan foydalanyapti. O'zi kameralar hamma joyda bor, chunki shaharda ular keng qo'llanilmaydi. Asosan olis hududlarda nazoratni bir nuqtadan olib, Qamchiq dovonida qo'llash o'z o'rniga topgan. Bu yerda ikkita post bor, situatsiya markazida post ichida joylashgan. Oraliq masofani kuzatib turishga yordam beradi. Shuningdek, ushbu ya'ni chorrahadagi tirbandlikni aniqlangandan so'ng yo'l patrul xizmati inspektori, ya'ni avtomobilda bo'lgan mana bunday elektrosamokatda voqea joyi, ya'ni tirband chorrahaga yetib boradi va zudlik bilan tirbandlikni bartaraf etadi. Demak, bu avtomatik ishlam faqat yordam beradi. Bu ya'ni tirband chorrahani sababini aniqlaydi va shuningdek yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyni rasmiylashtirishga ham yordam beradi. Bilasizlar, yo'l transport hodisasini rasmiylashtirish jarayoniga ham juda ko'p vaqt ketadi va bu fuqarolarda, ya'ni tirbandliklarni vujudga keltiradi va turli xil asabbuzarliklarga sabab bo'lishi mumkin. Aynan shunday holatlarni oldini olish uchun ham mana bunday dronlardan hozirgi kunda sinov tariqasida foydalanmoqdamiz. Ya'ni bu fuqarolarning vaqtini ham tejaydi, tergov tezkor guruhini ham vaqtini tejab, zudlik bilan fuqarolarga qulay vaziyatlarni yaratib bermoqdamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun yonimda Shohrux aka turibdilar. Hozir Shohrux aka mana bu mashina haqida ijtimoiy tarmoqda har xil fikrlar yuribdi-da. Bu ekin patrul deb nomlanar ekan, maxsus mashina qanaqadir jarimalarni aniqlar ekan. Shu haqida bir qisqagina fikringiz muhim edi menga. Bu avtotransport vositasi 2018-yilda prezident qaroriga asosan, demak, faoliyat yuritishni boshlagan. Ko'rib turganingizdek, 360 gradus kameralari joylashtirilgan. Haydovchidan inson omilisiz 9 taga yaqin 9 ta qoidabuzarlik aniqlaydi. Bu svetofor qizil chirog'i o'tish, tezlik, qidiruvdagi avtotransport vositalari chorrahada, demak, chorraha qoidalarini buzish va to'xtab turish transporti. Mana shu transport vositalarida shu kabi, demak, qoidabuzarliklarni aniqlaydi avtomatik ravishda. Inson omilisiz, faqatgina haydovchi bo'ladi va o'sha transport boshqarib ketaveradi va yo'lda tushgan, demak, qoidabuzarliklar avtomatik bazaga boraveradi. Bundan tashqari qidiruvdagi transport vositalari, qidiruvdagi shaxslarni ham aniqlash imkoniyati bor. Shohrux aka, javob uchun rahmat. Endi hozir mana bal tizimi ishga tushdi bizda O'zbekistonda. Bu balga aloqasi bormi yoki albatta to'xtatib yo'l patrul xizmati, ya'ni rasmiylashtirgandan keyin balga hisoblanadimi? Hozirgi vaqtda birlamchi bu qarori ishga tushgandan keyin hozir yo'l transport, demak, yo'l harakati xavfsizligi xodimi rasmiylashtirgandan keyin ballik tizim amalga oshiriladi. Keyinchalik balkim bu tizim takomillashgandan keyin avtomatik tarzda ham bo'lishi mumkin. Javob uchun katta rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Sal murakkabroq savol beraman.
hozir antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi uchun aslida korrupsiya bilan kurashish borasida inson faktoridan qochish tamoyili belgilangan, ya'ni hammasi avtomatik shaffof tizimda bo'lishi kerak. Lekin hozir gapirganimizni bal tizimida faqatgina yo'l inspektorlarini hisoblagan holatda faqatgina hisobga olinadi. Lekin avtomatik tarzda hisobga olinmaydi. Buni o'ziga yarasha muammolari bormi? Qanaqa bunga yechim topasizlar? Endi hozir bu boshlang'ich bizada test rejimida deya ishlayapti. Endi test rejimida emas, bu ishga tushdi. Lekin hozirgi birlamchi vazifa shunday qo'yilganki, faqatgina yo'l harakati xavfsizligi xodimi rasmiylashtirganda. Nima uchun? Chunki avtomatik tarzda agarda bu bo'ladigan bo'lsa, hozirgi paytda juda ko'p savollar tug'iladi. Misol uchun ko'pchilik dovernosdan haydaydi mashinani, ko'pchilik nima deydi? Bahsli vaziyat yuzaga kelmasligi uchun shu narsadan foydalanadi. Demak, yo'l harakati xavfsizligi xodimi rasmiylashtirganda bal tizimi ishga tushadi. Keyinchalik, lekin bu test rejimidan o'tgandan keyin, tajriba orttirganimizdan keyin kamchiligi, yutuqlari ko'rinadi o'zi va o'shandan keyin sekin-sekin agarda bizada imkoniyatimiz bo'lsa, texnik sifatdan, boshqa sifatdan, shunda omil, inson omilisiz demak yo'lga tushishi bu albatta belgilangan. Lekin birlamchi bu ishni yo'lga qo'yish uchun hozirgi paytda albatta bu faqat yo'l harakati xavfsizligi xodimi. Ya'ni takomillashib, oqsoqlik kelib, shu narsa baribir amalga oshiradi, to'g'rimi? Avtomatik tarzda. Rahmat. Bu ham shu hozirgi paytda shu insonlarni, inson huquqi, inson anaqilar uchun qilinyapti hammasi, bahslar kelib chiqmasligi uchun. Endi jamiyatni manfaatini, jamiyatni fikri inobatga olinyapti. Albatta. Rahmat. Rahmat sizga. Avvalambor assalomu alaykum hammaga, press-tur ishtirokchilari, yo'l harakati xavfsizligi xizmati leytenant Mirzaboyev Farruh Jo'ra bo'laman. Aynan bu sinfxonamiz yurtboshimizning 316-sonli qarorlari hamda Vazirlar Mahkamasining 212-sonli qarorlaridan ijrosini ta'minlash maqsadida ushbu sinfxonamiz tashkil etildi. Aynan bu xonamiz, ya'ni shu maktabgacha ta'lim yo'nalishlari bo'yicha bolalar ishtirokidagi sodir etilish mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olishga qaratilgan hamda aynan shu xonamizda zamin yaratilishi mumkin bo'lgan chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Ma'lumki, hozir respublikamiz bo'yicha maktablarimiz 10.770 tani tashkil etsa, davlat maktablari 10.134 ta, xususiy maktablarimiz 636 tani tashkil etadi. O'quvchilar soni bo'yicha hozirgi kunda 6.669.250 nafarni tashkil etadi. Bundan tashqari aynan biz maktablar, ya'ni voyaga yetmaganlar ishtirokidagi sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida aynan maktablar oldida 208 ta tugmachali, ya'ni chaqiruv tugmachali svetoforlar o'rnatildi. Bundan tashqari ko'chma svetoforlar 217 ta o'rnatildi. Fransiya tajribasini olgan holda aynan qavariq hamda sun'iy notekislar o'rnatilib, bu qavariq piyodalar o'tish joyi 865 tani, sun'iy notekislar 1599 tani hamda aynan maktab hududiga yaqin joylarda 109 ta kamera moslamalarimiz o'rnatildi. Bundan tashqari tezlik cheklovlari o'rnatilgan yo'l belgilari 4228 ta, piyodalar o'tish joylari 6544 ta hamda o'sha maktablar yaqinidagi temir panjaralar bilan ham o'rnatilib bu jihozlar. Bundan tashqari bilamizki, hammangizga ma'lum, hozirgi kunda respublikamizning barcha hududlaridagi yo'l yoqasida joylashgan maktablarda yo'l patrul xizmati inspektorlari 100% biriktirib, ertalab soat 7:00 da o'z xizmat faoliyatini boshlashadi. Aynan bolalarni yo'ldan o'tishiga o'zlari aynan qarashib o'sha yerda xizmat olib boradi. Bundan tashqari ma'lumki, aynan o'tgan shu qilingan ishlarning zamirida o'tgan 3 oy choragi natijasida maktablar oldida voyaga yetmaganlar ishtirokida birorta yo'l transport hodisasi sodir bo'lmadi. Bundan tashqari biza o'tkazilgan tadbirlarimiz natijasida piyodalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalari sezilarli darajada kamayishiga erishildi. Bundan tashqari biz tegishli tashkilot, hamkor tashkilotlarimiz bilan birga aynan bu yerda kerakli dasturlar, aynan o'sha maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlik o'rnatishda zarur ko'rilishi bo'lgan chora-tadbirlar masalalari aynan shu stolda o'tirib muhokama qilinadi. Bundan tashqari biz mana yaqindagina bolalar ombudsmani bilan ham shartnomaga erishdik hamda ular bilan kelgusida o'tkazilishi rejalashtirilgan chora-tadbirlar belgilab olindi. Bundan tashqari bizda
o'zimizni takliflarimizni berib o'tdik. Bundan takliflarimizdan biri mahalliy yettiligini jalb qilgan holda ota-onalarni ham aynan shu targ'ibot ishlariga jalb qilmoqchimiz. Bundan tashqari ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 47 hamda 128-moddasiga o'zgartirish va qo'shimcha kiritish, ya'ni jazo choralarini kuchaytirish masalasi. Chunki ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi moddani 47-moddasida bilamizki, bolalar huquqlari uchun ota-ona mas'ul deb belgilab o'tilgan, aynan ota-onaning mas'ulligini oshirish maqsadida ushbu chora-tadbirlar qo'shildi hamda to'ldirib o'tamiz. Hurmatli hamkasblar, mana ayni paytda amalda 47-modda bo'yicha bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan 5 baravarigacha jarima qo'llash amaliyoti bordi amaliyotda. Endi bu ko'ryapsizlar, mana ijtimoiy tarmoqlarda bolalarni voyaga yetmaganlar ayniqsa rul boshqaruvida o'tirib avtohalokat sodir etish yoki boshqalarning hayotiga bir zomin bo'lib qolish holatlari ko'payayotganligi, uchrayotganligi sababli bu 47-moddani jazosini kuchaytirishni demakki nazarda tutuvchi takliflar kiritildi. Agar jazo chorasi kuchaytirilsa, mana hozir xabarlaring bor, voyaga yetmaganlarga pulga, karsheringga avtomashinani berish holatlari uchrayapti. Mana bu ijtimoiy tarmoqda qancha e'lon qildikda, aynan bitiruv kechasi 24-may kuni 584 ta holat aniqlandi. Voyaga yetmaganlar. Shuncha targ'ibot ishi qilmasdan. Endi agar javob mana shuncha targ'ibot qildik, boshqa qildik, aytdik, yana ham bu holat davom etayotganligi sababli albatta kamaygan, lekin batamon to'xtamaganligi uchun buni javobgarligini ham kuchaytirishni nazarda tutuvchi demak qonunchilik hujjatlari ayni paytda taklifi kiritilmoqda. Qanchalik kuchaytirmoqchisiz? 5 barobar, 8 barobar. Endi bu agar takroriylik bo'yicha qo'shimcha qiladi. Bu takroriylik-da, mana bir marta berdi, unga 1 minimalga bitta BHM miqdorida chora ko'rildi, lekin yana bir oydan keyin sodir etadi, takroriylik yo'q, yana 1 minimal. Bu bitta mashinani o'zini 500 ming 1 million so'mga beryapti. Na o'zi mashinani kimgadir topshirishga uni texnik ko'rikdan o'tkazish kerak. Bu fuqaroning o'zini tibbiy ko'rikdan o'tkazish kerak. Bu narkoman bo'lishi mumkin. Umuman yo'l harakati qoidalarini bilmaydi. Guvohnomasi. Shuning uchun bu choralarni ko'rishga majbur bo'lamiz. Bu albatta loyihada, lekin menimcha o'zini samarasini beradi. Loyihada qanaqa shuni aniq aytmayapsizlar. Bu loyiha degani loyiha taklif beryapti. Masalan, ichki ishlar qanaqa taklif beryapti shu moddani o'zgartirish bo'yicha qanaqa bu biz Oliy Majlis Senatiga bu taklif kiritdik. O'zbekiston Respublikasi bola huquqlari bo'yicha ombudsmanga bu takliflarni ko'rsatdik. Hozir hammani o'zini xulosasini yig'ganimizdan keyin buni o'rnatilgan tartibda Vazirlar Mahkamasiga kiritiladi. Shu o'zidan ketma-ketligi bor, qonun loyihasiga kiritish. Xabaringiz bor, hozir har bitta ko'rilayotgan normativ hujjatga o'zgartirishlar avvalo xulosa, tahlil, xorijiy tajriba o'rgangan holda qilinadi. Hozir imini shu jarayonda turibdi. Mana bu fikr kelgani o'zi ham mana 24-may yakunida o'zi 800 ta holat bo'ldi. 584 ta holat. Namanganda bo'lganiga 1 oy. Endi biz xorijiy tajriba o'rganib jarayonga chiqdik. Hozir mashina butun dunyo tajribasida ham bu o'zi yosh bolaga berish jinoyat bilan hisoblangan. Bizda ko'tarsak bitta minimal ekan, bu ham ota-onasiga. U bergan odamga u ham juda kam jarima, u DTP qilsa, unga hech qanday javobgarlik yo'q. Faqat bergani uchun bor bu. Lekin men mashinani egasiman. Men arendaga beraman, mo'may daromad topish maqsadida mashinamni kimgadir beraman. Mayli, bu tijorat, o'zi karshering degan tartib bor. Lekin haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan shaxsga berish qanchalik to'g'ri? Masalan, mashinani egasiga chora ko'rish taklif beryapti. Albatta, o'zgartiriladi. Albatta. qonunchilik o'zgarishda hammasi ko'rib chiqiladi. Hammasi ham shtatda mototsikl boshqarishi ham avtobuslar toifada bu yerda maktablar bo'yicha belgilarda, lekin o'shada hech qanaqa holat bo'lmadi deyapti. O'zimni O'zbekistonda bolalar bilan bog'liq holat bo'yicha ma'lumot bera olasizmi? Mana do'stim, men davom ettirsam maylimi? Mana men bu yerda bir aytmayapman, chora-tadbirlar belgilandi. Xuddi shuningdek mana Qavarib piyodalar o'z joylari 865 ta joyga 2024-yildan boshlab qilish joriy etildi. Ya'ni bilasizlar, Qavarib bu yer sathidan bir muncha baland piyodalar o'z joyi. Aynan mana shu maktablar yonida Qavarib piyodalar o'z joyi o'rnatilganlarga birorta ham
avtohalokat bo'lmadi va voyaga yetmaganlari vafot etish holatlari kuzatilmadi. Mana shu narsa aytilmoqchi edi. Mana shu amalga oshirilgan ishlar natijasida. Bersanlar savol bor edi, qarang. Hozir to'xtang, savolga o'tsak. Hozir chalib qolamada fikrimdan. Undan tashqari Mirolim aka, bu yerda mana Yoshlar ishlari agentligi, MTRK, Maktabgacha ta'lim vazirligi bilan birgalikda birozda yiliga 4 bosqichli bo'lib o'tadigan yashil chiroq musobaqamiz bor. Mana shu yashil chiroq musobaqasiga bolalar maktablarda har bir avval maktab bosqichi, undan keyin shahar tuman bosqichi, viloyat bosqichi va yakunda shu yil mana 19-avgust kuni Simur lagerida o'tkazilishini belgilab oldik. Respublika bosqichini o'tkazishdi. Mana shu musobaqalarga bolalarni tayyorgarlik ko'rishini joriy qilganmiz va ko'rishinglar mumkin. Mana bu chorrahani Toshkent viloyatida o'tgan yili mana shu yashil chiroq musobaqasini respublika bosqichida chorraha maketini yasash bo'yicha birinchi o'rinni olgan guruh jamoa tomonidan o'quvchilar tomonidan yasatilgan chorraha maket. 15 daqiqada. O'quvchilarda misol uchun hozir bu kimdir kattalar yasavergan deyishingiz mumkin, lekin bu qarorda yozilgan. O'sha Vazirlar Mahkamasining 212-sonli qarorida yashil chiroq musobaqasiga 5-8 sinf o'quvchilari jalb qilinadi. Yosh kattalar jalb qilinmaydi. Misol 9, 10, 11lar yo'q uning ichida. Faqat 5-8 sinf bolalar, 11-14 yosh bolalar deganda o'sha yosh bolachalar yasagan narsa. 15 daqiqa ichida. 15 daqiqa vaqt beriladi. 15 daqiqa vaqt beriladi. 15 daqiqaning ichida mana shu chorraha maketini yasaydi ular. Qaychi, kley, Bu yerda faqatgina beriladi, qog'oz beriladi xolos. Boshqa narsa berilmaydi. Qaychi, kley beriladi. Bo'ldi. Misol uchun tayyorlab uydan yoki maktabdan olib kelmaydi. Faqatgina agar misol uchun hozir mana Zoir aytyapti, 19-avgust kuni xohlasanglar o'sha Semurov lagerga tashrif buyursanglar, yashil chiroq musobaqasi 5 kun davomida davom etadi. O'sha 5 kunda har 13 ta bosqichi bor. Bitta bosqichi mana shu. Bu qayerdan kelib chiqyapti? Bu misol uchun mana shu qaror asosida biz maktablarda o'sha sinfxonalar tashkil qildik va o'sha klublar tashkil qilingan. Klublarda 9-11 sinf bolalar jalb qilinyapti. Yosh bolalarni o'sha yo'l harakat qoidalariga o'rgatyapti. O'sha o'rgatib, hozir maktab, tuman, shahar, viloyat bosqichi, respublika bosqichida ishtirok etayotgan bolalar kelyapti. Eng zo'r bilimli bolalar. Misol uchun hozir o'sha mana imtihon topshiradi 20 ta testda 20 tadan 20 ta ishlab chiqadigan bolalar bor. O'sha maktab o'quvchilari, masalan, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatiniki, Navoiy viloyatini, Toshkent viloyatini o'tgan yilgina aytyapman, o'tgan 4 ta komandasini o'sha bittadan o'quvchi kiradi, 20 tadan 20 ta savolga to'g'ri javob topib chiqqan kompyuterda o'sha avtotest boshqalaydi o'sha baholashga qiynalib qolasizda. Xorijiy tajriba haqida gapirdinglar. Bu albatta muhim, lekin 3-4 ta misol keltiraman. Masalan, elektromobillarning tezlanishi oddiy benzin mashinalariga qaraganda bir necha marotaba tezlanishi. Ikkinchisi ma'lumotlarni tarqatish borasida, uchinchida huquqshunoslik borasidagi joriy qilayotganinglar xorijiy tajriba zo'r, lekin ilmiy yondashuv, ya'ni biror bir taklif ishlab chiqishda yoki tahlil qilishda olimlar bilan ishlayapsizlarmi? Ya'ni ilmiy yondashuv bormi yo'qmi? Albatta, o'tgan oyda biz barcha yo'l harakati sohasida ilmiy ish qilgan olimlarni va oliy ta'lim muassasalarini yig'dik bu yerda. Bu bo'yicha ommaviy axborot vositalarini ham e'lon qildik. Ularni hozir shu davlatlarda o'zimizda qilingan barcha ilmiy loyihalarni yig'ib, biz o'zimizda ham yo'l harakati muammolarini o'rganish markazi bor. Hozir 5-10 minutda o'zingiz bilan ko'rib guvoh bo'lasiz. Ham bolalarni o'qitish o'zimizni xodimlarimiz, ham xuddi shu aytayotganki muammolarni ilmiy yondashuv asosida o'rganib, ularga yechim topish bo'yicha ishlar izchil qilinmoqda, amalga oshirilmoqda. Qaysi ilmiy tadqiqot instituti yoki qaysi oliygohlar? Bizda hozir xabaringiz bor, o'tgan yildan boshlab Ichki ishlar vazirligi huzurida kriminologiya tadqiqotlari instituti tashkil qilindi. Bundan tashqari Jamoat xavfsizligi universiteti bor. O'zimizning Ichki ishlar vazirligi akademiyasi bor. Bundan tashqari bir nechta ro'yxat asosida taklif qildik. Bu ham xuddi shunaqa ochiq nimaga taklif qilgandik. Bu yerda falsafa fanlar doktori, keyin doktor sayens shu nimaga ega bo'lganlar kelib o'z fikrlarini transport universiteti bor, professorlar bor. O'shalarni chaqirtirib, har bitta chiqarilayotgan qonun qarorlarni o'sha siz aytganingizdek Bobur aka ilmiy tahlil asosida son hozirgi tajribani o'rganyapmiz. Chunki xorijiy tajriba deganda bizlarning mentalitetga qanchalik to'g'ri kelishi, mos kelishi hamma narsasi ko'rib chiqilib, ana undan keyin o'sha tegishli tartibda
Yana bitta muhim masalani aytib o'tmoqchiman, hurmatli jurnalist va blogerlar. Bizda hozir eshitdinglar, Yashil chiroq musobaqasi o'zimizda hududda, ya'ni O'zbekiston Respublikasi hududida o'tkazilgan bo'lsa, biz o'tgan yildan beri, ya'ni 2024-yildan beri biz xalqaro toifadagi musobaqaga ham chiqdik. Ya'ni xalqaro yosh yo'l harakati inspektorlari ko'rik tanlovida ishtirok etdik va O'zbekiston sharafini munosib himoya qilib, Rossiya Federatsiyasidan keyin 2-o'rinni qo'lga kiritdik. Bu yil ham xuddi shunday xalqaro musobaqaga O'zbekiston Respublikasi ya'ni taklif etilgan. Bu yil Tojikiston Respublikasida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Hozirda biz saralash bosqichini o'tkazdik. Navoiy viloyatidan 5 nafar o'g'il va qizlar ushbu ko'rik tanlovga xalqaro musobaqaga tayyorgarlik ko'rishyapti. Bu degani biz xalqaro miqyosga ham qadam qo'ydik va respublikamizning sha'nini munosib himoya qilishga harakat qilyapmiz. Bu bilan shu bolalarni yo'l harakati qoidalarini shunchaki o'qish emas, ularni amaliy ko'rgazmali ravishda o'qish, ularni bilimlarini oshirish va bu orqali yo'l transport hodisasini oldini olishga hissa qo'shmoqchimiz. Ushbu sinfxonasi yo'l harakati xavfsizligi shaxsiy tarkibini zamonaviy axborot texnologiyalari bo'yicha bilim va malakalarni oshirish uchun mo'ljallangan sinfxona hisoblanadi. Ushbu sinfxonada demak xizmat xodimlari sohada amalga oshirilayotgan demak zamonaviy axborot texnologiyalari bo'yicha amalga oshirilgan ishlar, plus xizmatda foydalaniladigan aloqa vositalari hamda maxsus avtomatlashtirilgan foto video qayd etish moslamalari to'g'risida o'zlarining bilim va ko'nikmalarini oshirib borishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, so'z avvalida demak bugungi kunda yo'l harakati xavfsizligi xizmatida foydalanilib turgan yo'l harakati xavfsizligi xizmatining yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi to'g'risida sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga asosan, demak 199-sonli qaroriga asosan fuqarolarga ko'rsatilayotgan barcha davlat xizmatlarini bir yerga jamlab, yo'l harakati xavfsizligi xizmatining yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi ishlab chiqilgan. Mazkur axborot tizimida demak xizmatdagi barcha bo'limlar kesimida, demak bo'limlarda foydalanib turgan axborot tizimlari to'g'risida hammasida ma'lumotlarni keltirib o'tamiz. Birinchisi, eng ko'p foydalanib turgan, hammamizda mavjud bo'lgan ko'pincha transport vositasini ro'yxatdan o'tkazish, qayta ro'yxatlash jarayonlarini amalga oshiruvchi, demak avtomobil transportlar hisobi moduli. Bu modulda ilgari raqamlashtirishdan oldin proseslar, jarayonlar juda murakkab hamda ko'p edi. 7 ta bosqichda amalga oshirilardi transport vositasini ro'yxatdan o'tkazish. Mazkur jarayonni raqamlashtirish orqali biz bitta bosqichga qisqartirganmiz. Ya'ni fuqaro keladi ro'yxatdan o'tkazish bo'limiga. Shu joyda o'zida demak u elektron ariza shakllantiriladi, undiriladigan davlat bojlariga elektron to'lov tizimlari orqali to'lov amalga oshiriladi hamda yo'lak oxirida demak qayd etish guvohnomasi hamda davlat raqam belgisini qabul qilib oladi. Bo'ldi. Bitta bosqichda o'zida amalga oshiriladi. Ilgari mana kimda ro'yxatdan o'tkazishga borgan bo'lsa, ariza yozdir, to'lov qil, yana borib osmotrdan o'tkazdir va hokazo juda ham murakkab bo'lgan. Raqamlashtirish orqali demak bitta yagona bosqichga keltirildi bu. Ikkinchi keltirib o'tgan ma'lumotimiz demak davlat raqam belgisini fuqarolarga berishda tasodifiy usuldan foydalanish tizimiga o'tilgan, ya'ni random tizimiga o'tilgan ekan. Ilgari ketma-ket tartibda berilardi davlat raqam belgilari tartib bilan. Hozirda demak ro'yxatdan o'tkazish bo'limida mavjud bo'lgan raqamlar ichida tizimni o'zi hech qanaqa inson omilsiz avtomatlashtirilgan taqdirda tanlab beradi fuqaroga. Bu yerga na fuqaro, na yo'l patrul xizmat inspektori aralasholmaydi. Tizimni o'zi avtomat demak aniqlab beradi bunga. Keyingisi avtomat tekshiruvlar transport vositasini ro'yxatdan o'tkazishda bizda tekshiruvlar amalga oshiriladi. Ular nimalar? Birinchisi misol uchun fuqaroni demak tekshiradi. Bu qidiruvda emasmi yoki qarzdorligi mavjud emasmi tekshiradi. Undan keyingisi bojxona qo'mitasi orqali axborot tizimlari bilan integratsiya yo'lga qo'yilgan bojxona qo'mitasidan tekshiriladi. Ro'yxatdan o'tkazish uchun kelgan transport vositasi qo'shni davlatlardan kelmaganmi, vaqtinchalik respublikamizga kirmaganmi, временный ввоз bo'lib, mana shu tekshiruvlardan o'tgandan so'nggina transport vositasini demak ro'yxatdan o'tkazishga ruxsat beriladi. Hozir aytib o'tilgan hamma jarayonlar, tekshiruvlar avtomat amalga oshiriladi. Son 1 soniyani o'zida tekshiradi keladi tizimni o'zi. Xo'p, keyingisi onlayn to'lovlarga o'tilgan ro'yxatdan o'tkazish jarayonlarida demak hammasi elektron to'lov tizimiga ulanib, invoyslar orqali to'lov amalga oshiriladi. Ilgari har xil kassalarga borib, qog'oz kvitansiyalar asosida to'lovlar amalga oshirib kelingan. Hozirgi kunda buni raqamlashtirish orqali to'lov tizimlariga ulangan, invoyslar o'zi avtomat shakllanadi va SMS shaklida transport vositasining egasining o'ziga keladi. Hamda shu invoys orqali istalgan to'lov tizimidan klik bo'ladimi, PayMe, Uzumbank hammasidan kirib to'lovni amalga oshirish mumkin bo'ladi. Bu ham fuqarolarga ancha qulaylik yaratilgan va
mana shu yo'nalishda kelib turgan murojaatlarni 80% ga kamaytirgan. Ilgari to'lovlarni soxtalashtirish, boshqa qiyinchiliklar to'g'risidagi demak murojaatlar ancha kamaygan bu ko'rinishda. Keyingi modulimiz haydovchilik guvohnomasi moduli. Haydovchilik guvohnomasida demak hozirda qonuniy faoliyat yuritib turgan barcha avtomaktablar bilan yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi integratsiya o'rnatilgan o'rtasida. Ya'ni hozirda litsenziyaga ega bo'lgan, qonuniy faoliyat yuritib kelib turgan avtomaktablar bilan integratsiyamiz bor. Hozir haydovchilikka nomzodlarni ma'lumotlarini biz avtomat olamiz ulardan integratsiya orqali. Bu orqali nomzodlarni rostdan ham shu avtomaktabda o'qidimi, demak avtomaktabda o'zini demak sertifikatini oldimi, imtihonlardan o'tdimi birinchi bosqichda. Hammasini biz bu yoqdan turib avtomat ma'lumotlarni olamiz. Keyingisi imtihon markazlari bilan integratsiya. Hozir xabaringlar bor, haydovchilik guvohnomasi olishda haydovchilikka nomzodlar imtihon markazlarida imtihon topshirishadi. Mazkur jarayonda biz imtihon markazlari bilan integratsiyani yo'lga qo'yganmiz. Integratsiyada demak nomzod necha marta imtihon topshirib o'tdi? 1 marta o'tdimi, 2 marta o'tdimi? Amaliymi, nazariymi yoki qaysi kategoriya bo'yicha B, B, C ixtiyoriy hammasini mazkur integratsiya orqali avtomatlashtirilgan holatda biz ma'lumotlarni olamiz. Keyingisi demak davlat xizmatlari markazi. Xabaringlar bo'lsa, haydovchilik guvohnomasini rasmiylashtirib berish yo'l harakat xavfsizligi xizmatidan davlat xizmatlari markaziga o'tkazildi. Hozirda hududlardagi davlat xizmatlari markazlarida haydovchilik guvohnomasini rasmiylashtirish imkoniyatiga bo'lgan. Bunda ham biz davlat xizmatlari markazi bilan integratsiyani amalga oshirganmiz. Ma'lumotlar bizda shakllantirilib, haydovchilik guvohnomasi demak davlat xizmatlari markazida chop etib beriladi. Keyingisi avtomat tekshiruvlar. Bitta misol qilib ko'ramiz. Mana yangi birinchi marta endi avtomaktabda tugatgan haydovchilikka nomzodni haydovchilik guvohnomasini rasmiylashtirish jarayoni. Bu qanday bo'ladi? Haydovchilik tizimida o'zi avtomat tekshiradi. Birinchi bosqichda nomzod avtomaktabda o'qidimi? Uni demak guvohnomasi bormi o'qiganligi to'g'risidagi avtomat tekshiruv jarayoni o'tkaziladi. Keyingisi tekshiruvda imtihon markazidan tekshiradi. Aynan shu nomzod imtihonlardan topshirdimi va qaysi kategoriyalar bo'yicha topshirdi. Mana shu mexanizm asosida yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimida haydovchilikka nomzodning ma'lumotlari shakllanadi. Ya'ni B kategoriyada falon avtomaktabda bitirgan, mana shu sanada imtihon markazida imtihonlarni topshirgan. Hamma tekshiruvlardan idealni o'tib bo'lgandan keyin haydovchilik guvohnomasini chop etish jarayoni qoladi. Chop etib berish mumkin bo'ladi mana shu jarayonlarda. Buni ham inson omilisiz hammasi avtomatlashtirilgan imtihon markazlarida ham, avtomaktablarda ham hech qanaqa bir yoki yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan yoki boshqa xodimlar tomonidan aralashish imkoniyati yo'q. Hammasi avtomatlashtirilgan tizim bu. Keyingisi davlat raqam belgilari moduli. Demak, hammamiz bilamiz, ko'pchiligimiz bu yerda mazkur modulda demak ishlab chiqarilib turgan davlat raqam belgilari to'g'risidagi ma'lumotlar joylashgan bo'ladi. Bundan tashqari bizda xaridorgir xat va raqam kombinatsiyalariga ega bo'lgan, sodda qilib aytib turgansak, auksionga chiqarilib turgan davlat raqam belgilari bor. Mazkur davlat raqam belgilari tizim orqali demak auksionga chiqariladi. O'zini toifalari bor. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi toifalarda avtoraqam.uz auksion saytiga chiqarilib, shu yerdan fuqarolar o'zlariga yoqqan davlat raqam belgisini demak o'sha narxlarda sotib olish mumkin bo'ladi. Keyingisi bu modulda yana bitta asosiy funksiyalardan bittasi mazkur demak xaridorlik auksion nomerlarni siz mashinangizni sotgan taqdiringizda o'zingizning nomingizga 1 yil muddatda saqlash uchun qoldirish mumkin bo'ladi. Mazkur jarayon davlat raqam belgilari moduli orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda 1-yilga saqlash muddati bepul bo'lib, 2-yilga saqlashda bazaviy hisoblash miqdorini 1 barobarda to'lov amalga oshirilib, saqlash jarayoni yana 2-yilga amalga oshiriladi. 3-chisiga saqlash bo'lmaydi. Agar 2-chisini so'rab o'tgandan keyin davlat raqam belgisi avtomatik kesishga yuboriladi. Keyingisi hududlarga davlat raqam belgilarini onlayn taqsimlash. Mazkur jarayon ham yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali amalga oshiriladi. Bunda ixtiyoriy yangi chiqqan, yangi partiya bo'lib turgan bo'lsa, uni demak 0-toifadagi, ya'ni auksionga chiqmay turgan raqamlarni tizimda o'zi avtomat aniqlab, bu yerda ro'yxatdan o'tkazish mas'ul xodimi tizim orqali qaysi hududga qaysi partiyani yuborishini aynan mana shu jarayonlarda amalga oshirib boradi. Mana shu tizimdan ya'ni. Bizda keyingisi e-avtota'lim moduli. E-avtota'lim moduli bu avtomaktablarda reytingini shakllantirish moduli hisoblanadi. Ya'ni bu jarayonda hozir biz barcha avtomaktablar bilan yana integratsiya qilganmiz. Avtomaktablarda
reytingini shakllantirishda uni bitiruvchilariga qarab uni reytingi shakllantiriladi. Ya'ni uni bitiruvchilari qancha qoidabuzarlik sodir etyapti hozir ko'chada, qancha yo'l transport hodisasiga uchrayapti. Va hokazo. Mana shular asosida demak bizda avtomaktablarda reytingi shakllantiriladi. Reytingda quyi bo'lgan avtomaktablar demak uni litsenziyasi qayta ko'rib chiqish ehtimoli bo'ladi bu jarayonda. Hozir bir hamma diqqatiga bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bu hozir yuqorida aytib o'tildi. Yagona avtomatlashtirish axborot tizimimiz bu 30 ga yaqin modullardan iborat bo'lib, hozir u 30 dan ortiq modullardan iborat bo'lib, har bir modul bu katta platforma tizim degani. Ya'ni men sizlarga qisqa tushuntirib beraman. Hammada tushuncha hosil bo'lishi uchun mana shu mazkur yagona tizimimizda transportatsiyani ro'yxatga olish. Ya'ni hamma biz kundalik faoliyatimizda uchraydigan narsa yangi transportatsiya sotib olamiz, eskisini sotib olamiz, qayta ro'yxatga olish jarayonlar mana shu modulda amalga oshiriladi. Ya'ni bu moduldagi barcha transportatsiyaga reyestrlar bor. Reyestr deydi, ma'lumotlar hammasi oddiy telefonlardan любой joyda mana transportatsiya to'g'risida ma'lumot chiqadi, klikda, PMIda kim mana kundalik faoliyatda ishlatadi tizimlar. O'sha yerda chiqadigan barcha ma'lumot faqatgina respublika bo'yicha mana shu modulda olinadi. Boshqa hech qayerda ma'lumot bo'lmaydi. Transportatsiya to'g'risida ma'lumot. Ikkinchisi haydovchilik guvohnomasi. Xuddi shu tartibda haydovchi to'g'risida ma'lumot respublika bo'yicha bitta yagona baza bor. Mana bizning baza. Boshqa qayerda bazalar, misol uchun aytaylik, aviaga borganingizda yoki bo'lmasa bojxona, tamojeniyada borganingizda hozir ID karta o'rnida nimalar, haydovchilik guvohnomalari ishlatilyapti-yu. Mana shu bizning baza bilan integratsiya qilinganini bu yaqqol misoli, dalili hisoblanadi. Bu mana shu jarayonlar hammasi yuqorida aytib o'tilgandek juda soddalashtirilgan tartibda hozir amalga oshirilyapti. Jahon tajribasi o'rganilgan holda hozir avtomat tarzda oldin misol tariqasida kunlar davomida transportatsiya registratsiyasiga odamlarning vaqti ketardi. Hozir oddiy misol Maygodan kirib, ariza topshirib, arzimagan 15 minut ichida borib nomerini, texpasportini olib ketsa bo'ladi. Yoki bo'lmasa o'zi borib, yoki uyingizga dastavka qilib ham, masalan, xizmatlarimiz ochilgan. Murojaat qilsanglar, onlayn murojaat qilsanglar, sizlarning uyingizga kelib, masalan, mashinanglarni ko'rib, nomer, texpasportinglarni berib ketish mumkin. Bu dastavka xizmatlarimiz. Keyin yoki o'zingizlar an'anaviy tartibda borgan taqdiringlarda ham oldingidek kunlar bo'lmaydi, maksimum 30 minut yoki bo'lmasa o'sha odam soni ko'pligiga qarab shu 40 minutga vaqtga ketadi, transportni ro'yxatga olishingiz mumkin. Bu mana oddiy ikkita modul haqida gapirdik, 3-modulni davlat raqam belgiladi. Buni ham qat'iy respublika bo'yicha o'sha hisobotlar yuritiladi. Har bir transportni saqlab yurgan davlat raqam belgilarini bizda qanday holatlarga respublika bo'yicha oddiy blokpostlardan yetti maskalardan o'tib ketgan paytingizda shu qaysi transportga tegishli bu haqiqatan hozir amaldagi holatlarni biz onlayn nazorat qilib turish imkoniyatiga egamiz. Shuni hisobiga. Gapingiz random batafsil aytsak, xabaringlar borida oldin korrupsion elementi bo'lishi mumkin edi. Chiroyli nomerlar talash bo'lardi yoki so'rab. Hozir shu to'liq avtomatlashtirilgan Даже mana shu respublikaga boshlig'i ham borsa o'zi xohlagan nomer oladi. Chunki u yerda уже sun'iy intellekt bor, nomer mavjud skladligi bor, o'sha omborxonasida bor nomerlardan u ixtiyoriy bittasini tanlab borasiz. Ketma-ket ham bo'lmaydi. Bu tanish bilishli holat, korrupsion elementlar bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarni to'liq oldini oldi. Hozir barcha respublikadagi ro'yxatlash bo'limlarida shu tizimni joriy qilganmiz. Ya'ni nomer ketma-ket berilmaydi. Skladda o'sha o'zi avtomatik tizimni o'zi chiqarib beradi. Kim borishidan qat'iy nazar shu nimasiga, peshonasiga yozilgan deymiz, o'sha nomer zo'r korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishida shaffoflik. Lekin bitta savol bor-da, qarang. Shaffoflik deganda faqatgina sun'iy intellekt bilan nimaga kompyuterga ishonib qo'yilmasdan turib, bu haqda jamoaga, jamiyatga, jurnalistlarga doimiy tarzda ma'lumot berib turish tizimi bo'lishi kerak. Ya'ni xohlagan odam kirib kim o'sha siz aytganingizdagi tanish bilish qilmoqchi bo'lyapti, boshqa imkoniyat borligi yo'qligini biza qanaqa bila olamiz? Tushuntira olamizmi? Shaffoflik, ya'ni shu tizimni avtomatlashtirilganligini ma'lumotlarni qanaqa taqdim qiladi? Qanaqadir portal orqali yoki sayt orqali? Mana bitta misol tariqasida sizga aytaman. Auksiondan qaytgan davlat raqam belgilari bor. Qaror bor. Endi ko'pchilik qaror o'qimaydi. Qarorda aytilgan, agar auksionga biron bir raqam chiqarilsa, ma'lum bir belgilangan muddat avval 6 oyda, hozir uni yana yengillik bo'lsin 1 oyga chiqardik. Tushirdik.
bir oy ichida davlat raqam belgisi sotilmasa auksionda u qaytib o'zini boshlang'ich narxda sotishga imkoniyat bo'lib hududiy ro'yxatlash bo'limiga tushadi. Ya'ni bu 8 ta tipligidan 8 ta tipligi 6 ta tipligi shu nimaga tushadi. Va bu raqamni turganligini siz borib bilolmaysiz. Bu auksionga chiqdi bitta raqam. Misol uchun 945 raqam. Chiqdi, hech kim olmadi, qaytib keldi. Siz borib nima qilamiz? Hozir biz elektron tabloni joriy qilganmiz. Siz ixtiyoriy ro'yxatlash bo'limiga borsangiz, auksiondan qaytgan nomer yoki elektron saytimizda avtoraqam.uzda onlayn tarzda ko'rish mumkin. Onlayn tarzda ko'rish. Sotilmagan degan punktiga kirsangiz, barcha har bir ixtiyoriy ro'yxatlash bo'limida turgan auksiondan qaytgan va boshlang'ich narxda auksionsiz xarid qilish mumkin bo'lgan davlat raqami. Raqamlashtirish borasida bunga mas'ul bo'lgan vazirlik bor, tashkilotlar bor. O'shalar bilan hamkorlikda qilasizlarmi yoki o'zingizlar? Albatta, hamkorlik. Ular raqamlashtirish vazirligi bilan hamkorlikda qilingan. Buni qatdan bilsangiz bo'ladi, Maygo'ga kirsangiz, Maygo'da eng ko'p davlat xizmatlari chiqib turgan buni ham portaldan bizani transport so'rashini kirsangiz o'sha yerda ko'rsangiz bo'ladi. Keyin hozir bitta savolingizga javob. Buni qatdan bilsangiz bo'ladi, biz O'zexponi avtoraqam degan mobil ilovasi bor, o'shani bilsa bo'ladi yoki web ilovalarni va bizani o'zimizda Safe mobil ilovamizda auksiondan qaytgan davlat raqam belgilari va auksionga qo'yilgan davlat raqam belgilari bor. Buni bemalol uyda o'tirib, ishxonada o'tirib tanlab olishingiz imkoniyatingiz bor. Shuncha tadbirkorlarda radarlar bor deganimi? Yo'q, radar emas. Bu texnik nazorati, bu texnik ko'rik model. Texas motor. Bu xabaringlar bor. Texas motor hammasi xususiy sektorlarga berib yuborildi. Lekin shunaqa bo'lishidan qat'iy nazar, bizlar xususiy sektorlar bizlar markazdan turib nazorat qilamiz. Har bir kirayotgan kim agar oxirgi marta shu diagnostikani o'zini transportsiz o'tkazgan bo'lsa, kirayotgan transportsiyasi davlat raqam belgisini maxsus kameralar qo'yilgan, o'qiydi, bizga bazaga jo'natadi. Bizlar bazadan dostуп beramiz, u keyin o'sha tadbirkor o'zi olib o'sha Texas motor o'tkazishi mumkin. Har bir kiradigan, chiqadigan transportsiyasi sal tarixini aytib o'taman. Mana endi 2022-yilda o'tkazildi tadbirkorlik subyektlariga. Hamma jihozlari go'standartdan akkreditatsiyadan o'tdi. Lekin biz tahlilni ko'taryapmiz. Bitta diagnostika markazi o'zi misol uchun bitta mashinani texnik ko'rikdan o'tkazishga 10 minut vaqt ketsa, kodeks bilan, mehnat kodeksi bilan ishlaganda 8 soat ishlaganda 1 soatda 6 ta, 48 ta, maksimum 50 ta mashina Texas motorda o'tkazadi bir kunda. Lekin ba'ziga bir kunda 200 ta mashina tiqyapti. Texas motorda o'tkazildi. Borib tekshiryapmiz. Mashina kelmayapti ham egasiga yoki bo'lmasa uzoqdan ko'rib, lёгкий osmotr qilib o'tkazdi. Keyin biz buni nima qildik? Mutaxassislarimiz tomonidan tizimga qo'shimcha kiritildi. Davlat raqam belgisini aniqlovchi kamera qo'ydirdik har biriga. Kirishida, chiqishida. Endi transport vositasi bormaguncha, shu bilan liniyasi bor. Tormoz tizimini tekshiradi, rulni tekshiradi, yorug'lik nimasi. Shu tizimdan kirib va chiqmaguncha o'sha ma'lum bir vaqt oralig'ida. Bu yacheykasi ochilmaydi, texnik soz degan atmetga qo'yish kerak. Bu shuni tizimni qo'ydik. 25 mingtaga kamari Texas motor turadi. Parkentmida, Piskentmida qayerda bo'layotgan o'sha voqeani xabaringlar bormi? Sigaret chakib turib chiqarib yuborgani juda katta shov-shuv bo'ldi-ku. Big Motors. Esingizda bormi? Ha, yo'q, u boshqa. To'g'ri. Shunaqa holat bo'lmaydimi sizlarda? Masalan, o'shanizniki 15 minut muddat kirdi, mashina tekshirilmasdan sigaret chakdi deb chiqib ketdi. Shunaqa bo'lishi liniya. O'tdan kiradi, ketma-ketligi bor, bu kamera hammasini nazorat qiladi. Xohlasa, xohlamasa o'sha liniyadan o'tadi baribir. Bu yana qisqacha aytib o'taman. Hozir mana nazorat texnika bo'limi deganda qolgan modellarimiz bor. Ma'muriy amaliyot, ya'ni o'sha nimani jarimalarga qaror chiqarish bo'yicha. Bir minut. Oxirigacha bo'lsinlar. Bir minut. Qolgan modellarimiz qisqacha aytib o'taman. Katta-katta blok qilib aytaman. Ma'muriy amaliyot, yo'l patrul xizmati inspektorlarini nazorat qilish bo'limimiz bor. Qidiruv surishtiruv bo'limimiz bor. Keyin tashkiliy boshqarma, yo'l infratuzilmasi va kadrlar modullarimiz bor, katta-katta bloklar. Bularda sizlarni qiziqtiradigan narsalar mana yo'l patrul xizmati inspektorlarini biz onlayn markazdan turib nazorat qilamiz. Hozirgi paytda qayerda kim inspektor turganini biz mana shu yerda ko'rish mumkin. Ularni kundalik faoliyati va qayerda harakatlanganlarini bemalol tahlillarni olishimiz mumkin. Bu hammaga ochiqmi? Yo'q, hammaga ochiq emas. Biz nazorat qilamiz markazdan. Lekin planshet yoqilmagan holatlar ko'p bo'lyapti. Planshet yoqmasdan ishlayotgan holatlar. Gap planshetda emas. Pastki bitta narsa. Bodi kamerasi bor, alkotesterlar. Hammasini ichida sim kartalar bor. Ulardan biz lokatsiya olamiz. Nima ham yoqmagan bo'lsa-chi? Nima? Bodi kamera. Alkotesterlar.
aytyapman-ku, bittasi bo'lmasa ikkinchisini bog'lagan. Alkotesteriz Sim karta bilan ish. yo videoni olmaydi-ku, alkotester faqat mana buni nima qiladi? Yo'q, shunday. To'g'ri, har bitta qurilishni o'zining funksional vazifasi bor. Lekin biz o'shandan unumli foydalanish maqsadida undagi lokatsiyalarni olib turamiz. Yoqsin, har doim yoqsin. Sizlarda qat'iy qoida bo'lmasa, mayli, men buni chiqarmayman-ku. Chunki men o'zaro gaplashayotganda aytishadi, odamlarni o'zi aytyapti, nimaga o'chirib qo'ygansan degan savol berishadi. Chunki bahslar bor-ku, agar yoquv bo'lsa, xodimlar ham o'zini etika nuqtai nazaridan chiroyli tutadi. To'g'rimi? To'g'ri. Men shu joyga bitta urg'u berib ketaman. Bodi kamerani o'chirib yoqish umuman xodimga bog'liq emas. Sababini tushuntirib beraman. Bittagi tashqi tomonda turgan barcha knopkalar hammasi bloklangan. Xodim faqatgina sos knopkasini bosgan vaqtda bizga signal beradi. Lekin o'chirib yoqolmaydi. U batareykasi o'z quvvatlash energiyasi tugagandan keyin o'chishi mumkin. Faqatgina. Keyin agar quvvatlash energiyasi bo'lgandan keyin yoqilishi mumkin. Boshqa holatlar hammasi markazdan turib nima? Uchmaydigan qilinglar, power bank qo'yasizlarmi? Nima hammasini yo'li bor. Mana men yo'l power bank qo'yib ishlatsam bo'ladi. Yo'l men to'g'risi jamiyatning manfaatini o'ylayman. Uchuv bo'lsa boru, ochig'ida men menga qulay bo'ladi. U yoqga ham, bu yoqga ham. Lekin yoquv bo'lsa bu narsa oldini olish. Mana hech kim bilmaydigan bitta holatni aytaman sizga. Planshetlarimiz bor. Mana hozir planshet bor. Planshetlarimiz bor. Planshetda hozir bodi kamera masalasi aytamiz. To'g'ri. Bodi kameraga o'chiq bo'lsa agar ko'p undagi muloqotlarni biz bilolmay qoldik. Biz yilni boshidan yangi texnika nima ishga tushganmiz, yangi texnologiyani planshetda inspektor protokol yozishni boshladik. Shu boshlagan jarayonni tugagan bo'lgan jarayonlar hammasini ovozlarni yozib olamiz. Hozir bor o'sha. Amaliyotga joriy etdik o'sha. Shuni hisobiga yozyapti. Yo'q, biz avtomatik yozib olamiz o'zimiz. O'zimiz yozib olib, любой paytda любой protokolda bo'lgan muloqotni eshitib o'tiramiz. Tiniq qilib yozamiz. Sun'iy intellekt ishga solsanglar, eshitib o'tirmasanglar ham dejurniy so'zlarni fiksirib qo'ysanglar, bo'yicha test ishlaymiz. Bilaman, nima aytishni yaxshi bilaman. Shoshlayotganlar kelinglar, hali ko'p. Bu xona yo'l infratuzilmasini nazorat qilish boshqarmasining xonasi. Bu yerda 3 ta bo'lim mujassam bo'lgan. Birinchi yo'l nazorati. Bu yo'l nazoratining vazifasi mana shu yo'llarda yo'l belgilarini, svetoforlarni, yo'l chiziqlarini to'g'ri tashkil etish, to'g'ri chizilishini, o'rnatilishini nazorat qiladi. Ikkinchi boshqarma bu ekspluatatsiya montaj bo'limi. Bu yerda yo'l belgilarini, svetoforlarni o'rnatadi bular. Shahar va markazlariga faqat. Bu yerda o'zida nima belgi, chiziq, svetofor. Panolarimiz bor, yo'l ko'rsatishlar. Endi bu xonamiz yana bitta maxsus komissiya tashkil qilingan 2022-yilda muhtaram prezident tomonidan 190 son qaror bilan bunda yo'ldagi o'sha yo'l transport hodisalarini oldini olish, yo'l harakati ishtirokchilariga xavfsiz, qulay sharoit yaratish bo'yicha dastur tasdiqlangan. O'sha dastur nazorat qiladi. Bu dasturda belgilar, svetoforlar, yo'l chiziqlarini o'rnatish, mana o'zlaringiz ko'ryapsizda, mana o'zgarish juda katta. Har yili 40 mingga yaqin, 60 mingga yaqin yo'l belgilari o'rnatiladi. Yiliga 600 dan ziyod svetofor chorrahali tashkil qilinadi. Svetofor tartibga solinadi. Piyodalar o'tish tartibga solingan piyodalar o'tish joylari 600 ga yaqin. Har yili juda ko'p. Ilgari bunaqa narsalar bo'lmagan. Ilgari mana shu davrga qadar 2022-yilgacha 560 ta svetofor o'rnatilgan Toshkent shahriga. Hozirgi kunda 1100 dan ziyod. 1100 dan ziyod. Qisqa davr ichida juda ko'p hisobotlar qilindi. Endi bu yerda qarasak, bu svetofor tarixi. Endi bir birinchi svetoforimiz 1922-yilda qishda o'rnatilgan ko'rsatiladi. Bu yerda o'zi keyin qadafotlar bor. Qadafotlar bu yerda tungi vaqtda xavfsizlik ta'minlash bo'yicha qisqacha tushuncha hosil bo'lishi. Bu yerda yana bitta narsa, mana shu maxsus komissiya tashkil qilingandan keyin ilmiy tadqiqot institutlari, transport universitetlari, transport vazirligi, avtomobil yo'llar qo'mitasi va boshqa tashkilotlar bilan shu yerda yig'ilishlar o'tkaziladi. Muhokama qilinadi. Yo'ldagi muammolar, nima holatlar, xavfsizlik ta'minlash bo'yicha e'tirozlar bo'lgan ishda qaror qabul qilinadi. O'zbekistondami? 36-yil.
birinchi marta toshkent